Stilkalarimiz bizda kechayotgan kasalliklar deb boya gapirib o'tib ketdim. Bu qanday holatlarda bemalol ishlatishimiz mumkin ekan? Plaskostopiya, yassi tovonlik, O-obrazli oyoqlarimiz, X-obrazli oyoqlarimiz, umurtqa pog'onasida kechayotgan har xil patologik holatlar, undan tashqari bo'g'im sistema kasalliklari, ya'ni artrit, artroz, koksartroz mana kasalliklarimizda bemalol bu stilkalardan foydalanishimiz mumkin ekan. Yana bitta zo'r xususiyati, juda ko'pchilikda mana O'zbekiston aholisida 80-90% qabziyat bezovta qiladi, ya'ni ichki organlarimizni faoliyatini ham tiklab berishga yordam berar ekan. Organizmdagi ortiqcha tuzlarni haydab berishga yordam berar ekan. Boya limfa drenaj deb aytib ketdim, ya'ni oyoqda mana hujayralarning ichida yig'ilgan to'qimalarning orasidagi suyuqlikni chiqazib, qon aylanishini yaxshilab, mikrosirkulyatsiya mayda qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilab, yurakka bo'lgan nagruzkani kamaytirishga yordam berar ekan. Bu nima beradi? Yurakni normalniy fiziologik qisqarish faoliyatini tiklashga yordam beradi. Demoqchi bo'lgani, bu stilkalardan foydalanib, sog'lig'ingizni 100% kafolatli tiklashingiz mumkinligiga biz ishonch bilan gapirib ayta olamiz.